Har hafta shu jamiyatda o'zi yetim kifoyaki u otasiga o'tgan. Mana shu narsa ko'ngli yarim bo'lmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetimni boshida silagan, kafolatiga olgan odam qiyomat kunida men bilan yonma-yon turadi dedi. Buni har deb eslatib turishligimiz kerak. Eslatishlikdan charchamaymiz, lekin riyolanib qolmaylik yoki bo'lmasa shunga to'xtab qolmasin deb turib, ya'ni riyolanib yoki bo'lmasa bir odamlarning ichida maqtovga aylanib ketmasin bu narsa. O'zimizni bilib qilaylik degan. Taqriban 3 oy bo'lib ekan to'xtab qoldi. Nima bo'ldi birodarlar? Umid uzildimi qiyomat kunidagi Rasululloh bilan yonma-yon turishlikdan? Va ahli dunyolar. Dunyoyilarga haqqini beryapsizlarmi islomda? Alloh taolo sizlarga beryapti. Bilinglar vallohi hech qaysi inson tadbiri bilan, ishbilarmonligi bilan, donoligi bilan boy bo'lmaydi. Alloh taoloning irodasi bilan beriladi. Yoki inson mehnati bilan boyolmaydi. Mehnati bilan boyiganda dehqondan boy odam bo'lmaydi. Eng ko'p rizq topishlik uchun mehnat qiladigan odam, kuch sarflaydigan odam bu dehqon hisoblanadi. Shuning uchun birodarlar, o'zi shahrimizga xoslaganimiz yo'q bu narsani. Lekin bugun imkoniyatimizdan kelib turib aytyapman. Boshqalar ham ibrat olsin, boshqalar ham o'zining yurtida, o'zining shahrida shu narsa rivojlansin deb turib bizdan namuna olsin. Siz bilan biz shunga dalolat qilib, shuni savobiga sherik bo'lib qolaylik. Mana bu oldimizda turgan kunlarni birodarlar, mana sahobalar bilasizlar, kiyim-kechak bozori rosa keldi. Erta inding dushanba kuni rosa bo'ladi. Dushanba kuni endi bozor bo'lmasa kerak, erta inding rosa savdo bo'ladi. Hamma hayotga kiyim-kechak qiladi. Kelinglar, mana shu erta indinga mahallamizda, qo'shnimizda, yaqinlarimizda agarda yetim bo'lsa shuni hammasini olib chiqib liboslantiraylik. Alloh taolo qiyomat kunida hadis qudusiyda ey bandam, bandalardan uyatding, mendan uyatmading deydi. Birodarlar, Alloh taolodan uyataylik. Bandalardan qo'rqding, mendan qo'rqmading deydi. Yana bir hadisda, hadis qudusiyda Alloh taolo kasal bo'ldim, ko'rgani kelmading deydi. Ya Robbil alamin, sen qanday qilib Robbil alamin sen kasal bo'lasan desa, balonchi bandam kasal edi, shuni borib ko'rganingda meni ko'rgan bo'lardim. Birodarlar, mana bu kunlarda kasal bo'lib qolganlarni borib ko'raylik. Och qoldim, yedirmading deydi Alloh taolo. Ya Robbil alamin, sen butun olamning Robbisi bo'lsang, qanday qilib sen och qolasan deb. Kecha internetda bir holatni ko'rdim. To'g'risi o'zim ham yig'ladim. Bu holat kishida emas, bizda ham bor, lekin faqat surati boshqaroq. Bir odam so'rayapti. Shayx hech narsa yemasdan roza tutib va hech narsa yemasdan rozasini ochsa bo'ladimi dedi. Bilasizlarmi nima uchun so'radi? Yeydigan ham narsasi yo'q. Saharlikka yeydigan ham narsasi yo'q, iftorlikka ham yeydigan narsasi yo'q ekan. Lekin xuddi shu holatning boshqacharoq surati bizda ham bor birodarlar. Mana shu holat Allohning huzurida bizga Alloh taolo aytgandek, och qoldim, yedirmading dedi. Ey dunyo ahllari. Ey Alloh taolo dunyo berganlar, zakotini beryapman degan narsalar o'zimizni tasalli bermaylik. Albatta bu Alloh taoloning huzurida uzrga kifoya qiladi, lekin ajr mukofotga baland keladi. Yetimlarni kim infoq qilaman degan bo'lsa, birodarlar, shu narsani joyiga kelib bersin, hayotga shu yetimlarimizni kafolatimizga olaylik, armalar, beva ayollardan xabardan olaylik, kasallarimizdan xabarimizni olaylik. Mana bu hayot kunni chiroyli qilib Alloh taolo uchun, Allohning roziligi uchun chiroyli qilib nishonlaylik. Adam aqulakum fastaghfirulloha li va lakum va li jami'il muslimin va 'ammatihim va antum muqimuna bil ijaba. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاعلموا أن الله أمركم بأمر مهم وبدأ بنفسه وقال جل شأنه وعلا، وقال تعالى: استعيذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ayollardachi qarashlarni to'g'ri olaylik, oralarni boshqa qolmasin. Orqasidan teginglar, oldiga yetishib olinglar. Shaytonga joy bermanglar, yaqin turinglar, birodarlar. Namozxonlarga va maloikalarga ozor berayotgan hatto musiqali telefonlarni o'chirib qo'yinglar, birodarlar, takliflar qarab qo'yinglar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا رحمن.
لا إله إلا الله ومن الله يقبل من المتسلم عن الظالمين ومن التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهدنا الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء هذا الدين. اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من حفظ الدين واحفظ من قضى الدين. يا ربنا ورب المستضعفين فانصر اخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فك محبوسنا ومحبوس المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ونبيك بالرساله ونحن ذلك. يقاك برار يا رب ان تجعل خلاصه الحمد لله يا ربنا نحن المسلوب نحن المسلوب وقت الاستغفار يا ربنا تقبل على المتوكلين نحن المسلوب كجرين. يقاك برار يا رب سيدنا حاجتنا من نصورين يا ربنا الدنيا واخره حاجتنا من عطايتك. يقاك برار يا رب ونسجد خلاص من الحمد لله من دعائك كما كما جل من رحمتك يا رب رحمتك geçirgen ibadet perverdigara yerimizdeki Müslümanlar o'zing yordam bergin, islomga va musulmonlarga yordam berayotganlarga o'zing yordam bergin, islomga va musulmonlarga mana dushmanlik qilayotgan, adovat qilayotgan, ziyon berayotgan, ozor berayotganlarga o'zing kifoya qilgin. Ibodat perverdigara mana shu kunlarda qilayotgan solih amallarni o'zing qabul qilgin, xatolarimizni o'zing kechirgin. Ibodat perverdigara boshimizda musibat borlarning boshlarini musibatlarni ko'targin. Ya Rabbana hamd borlarning hamdini ko'targin. Qarzi borlarning qarzini xalos qilgin. Ya Rabbana dunyo yuzidagi musulmonlarning kasallariga shifo bergin. Shular qatori bizlarni ham yaxshi kasallarimizni shifo bergin. Ibodat perverdigara islomga va musulmonlarga yordam beruvchi musulmonlardan qilgin. Ya Rabbana islomni sevuvchilardan qilgin. Islomni amallarini sevuvchilardan qilgin. Ibodat perverdigara nomimiz musulmon bo'lib o'zimizni kufrda yashab va kufrga rozi bo'ladiganlardan qilib qo'ymagin. Ibodat perverdigara mana shu o'zingning baytingda juma ibodatini jam qildik. Ya Rabbana o'zingning huzuriga borganimizda jannatda ham jam qilgin. Ibodat perverdigara do'zaxdan qo'rqamiz, azobidan qo'rqamiz. Jahannam o'tini bizni yuzimizga, badanimizga ya Rabbana o'zing harom qilgin. Sallallohu alayhi vasallam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum.